Salom bolalar, sizlar bilan men doimgidek Present MC va bugungi videomizda yana sen bu yerda nima qilyapsan? Короче, biz bugun Minecraftni ko'p yillardan beri yashirib turayotgan sirlarini ochamiz va bugungi yordamchimiz esa Steve. Best you got. Hit me then. Ahvolimiz ancha chatoq. Among Us. Короче, shuning uchun biz bugun Minecraftda top 5 yildan beri yashirib kelayotgan sirlarini ochamiz. Hech bo'lmasa bu yerda kutikmas. Bugungi videomiz ancha qiziqarli bo'ladi. Ancha qiziqarli. Tarix, olmos yerlar. Agar orangizda hech kim eski Minecraftni o'rganmagan bo'lsa, demak men tushuntiraman. Xullas, eski Minecraftda agarda siz 17.000 blokdan nari ketadigan bo'lsak, Farlands deb ataladigan turli xil loglarga, to'la inshootlarga duch kelishingiz mumkin bo'lgan. Ya'ni Anomaliya chanklari. o'zi Farlandlar Minecraftda tugaydimi? Ha, menimcha siz buni o'ylab turgansiz. Agarda siz Farlandlarga sayohat qilgan bo'lsangiz, oxirida to'xtab bo'ladi. Lekin siz oddiy modlar yordamida buni tuzatsangiz bo'ladi va yana million bloklarda sayohat qilasiz, lekin yana chegaralanib qoladi. Buning uchun men va quvvatli mod yordamida men yana 2000 yorug'lik yilida teleport bo'ldim. Lekin barchasi tugamadi. Chunki Farlandlar zamonni shunday qisqartirib yubordiki, barchasi ikkidek o'xshab qoldi. Lekin esa Bedrockda nima bo'ladi? Xo'sh, Bedrock Edition'da siz atigi 16000 blokdan keyin Farlandlarga duch kelasiz. Lekin bu Farlandlar Javadagi Farlandlarga o'xshamaydi. Bu Farlandlar ya'ni pastga qadar cho'zilib ketgan bo'ladi va bu original Farlandlar. Lekin biz bu versiyani Bedrockga o'rnattirsak, biz juda ham turli xil Farlandlarni guvohiga aylantiramiz. Mening fikrimcha, Farlandlar hech qachon tugamaydi. O'tkinchi tarix, ilk yozuvlari. Julian Groch, agarda siz bu nega adashib ketdim. Agarda siz bu odam haqida bilmasangiz, sizlarga ma'lumot berib o'tsam. Bu odam yozuvchi bo'lgan va juda ko'p mashhur kitoblarni yozgan va siz o'qadigan, ya'ni End'dagi End poem ham o'sha haqida. Agarda siz Minecraft o'ynamagan bo'lsangiz, tushuntiraman. Agarda Ender Dragonni YouTube portaliga kirsangiz, siz ikkita odamning sifatiga duch kelasiz. Shunda esa savol tug'iladi, ular aslida kimlar? Ular aslida hamma narsa. Chunki ular sizni kuzatadi, uni sizlarni qayerda va nima qilishingizni oldindan biladi. Ba'zilar o'ylaydiki, bu samo deb, lekin endi yozuvlarda keltirishicha, bu sizni baland leveldagi bo'lishi mumkin. Ya'ni qadimgi quruvchilar bundan millionlab yillar avval yashagan odamlar bo'lib, ular sizni yaratishgan. Lekin ayrim taxminlarga ko'ra, ular zombi epidemiyasi yoki boshqa narsalar tufayli halok bo'lishgan. Ko'pchilik bu narsalarni kinoda olingan deb o'yladi, lekin aslida uning o'zbekcha tarjimasi Ko'rdim, anqovni ko'rdim. Hazilni bu gaplarga umuman aloqasi yo'q, chunki ular sizni doim kuzatishadi, nima qilishinglarni oldindan biladi, shuning uchun ham shunday. Uchinchi tarix, qadimgi quruvchilar. Men bu haqda o'zbek Minecraftida umuman ma'lumot topolmadim, shuning uchun ham navbat bilan. Sizlar ham Minecraftdagi mana shu inshootlar o'z-o'zidan qurilgan deb o'ylayapsizlarmi? Lekin yo'q. Rostdan ham biz ko'rayotgan barcha strukturalar, piramidalar, suv inshootlari, bularning barchasini kimdir qurayotgan shekilli. Balkim ular biz bo'lsak-chi. Men hozir aytadigan gaplarni diqqat bilan tinglang. Chunki buni tushunishingiz uchun sizga ko'proq aql kerak bo'ladi. Qabul. Bol qarab qo'shnimiz dushman hujumiga to'g'ri. Men shundan qo'rqyapman. Qabul. Qanday ishlayapsiz? Bizni o'qib tushyapti. Qabul. Javob bering. Qabul. Javob bersangiz Qachonlardir Minecraftda odamlar yashagan. Ular birga ahil-inoq bo'lib hayvonlarni o'rgizganlar va turli xil mehnat ishyolarni ixtiro qilganlar. Keyinchalik ular turli xil inshootlarni Misr piramidalaridan tortib toki ulkan bo'lgan suv inshootlargacha qurganlar. Lekin buni ular shunchaki quvnash uchun qurmaganlar. Ular buni bizdan keyingi avlod uchun qoldirgan bo'lishlari ham mumkin. Lekin bu yerda bir savol tug'iladi.
ular qanday vafot etganlar yoki qanday qilib bu olamdan yo'q bo'lib ketganlar. Bunga juda ko'p nazariyalarni keltirishimiz mumkin, ammo birdan bir eng ko'p tarqalgan nazariya esa bu vizorning yaratilishi. Nima, sen qanday qilib bu vizor shuncha odamni yo'q qilib yuboradi deb o'ylaysan, lekin bu Minecraftning rasmiy kitobida ham shunday ibora ishlatilgan. Lekin menimcha rostdan ham vizor bularni o'ldira olmaydi. Lekin ular boshqa sababdan yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin va bu sabab nima edi? Ikkinchi asosiy sabablardan biri bu zombi virusi deb qaraladi. Chunki zombi virusini ko'rib turganinglardek, zombilar asosan Stivga o'xshaydi va bu qadimgi quruvchilar zombiga aylanganligi bilan bog'liq emasmikin? Xo'sh, menimcha zombilarning o'zi ham bu sababga yetmaydi. To'g'ri, ba'zi jitellar yoki boshqa odamlarga bu ta'sir qilgan bo'lishi mumkin, lekin zombilarning o'zi qanaqasiga barcha irqlarni qirib yuborgan va biz bundan bilishimiz mumkinki, Minecraftda zombini davolash usullari bor va demak, qadimgi quruvchilar zombilarni davolash yo'llarini o'ylab topgan va demak ular qirilib ketishmagan. Va ikkinchi nazariya, uchinchi nazariyaga o'tamiz. Uchinchi nazariya, urush. Bolalar, kulib turganinglardek, uchinchi ehtimol qadimgi quruvchilar Nezerdan kelgan cho'chqalarga qarshi urushgan yoki endermenlarga aylanishgan bo'lishlari mumkin. 4-tarix. Endermenlar siri. Bundan taxminan 15 yil oldin Minecraftning yangi 1.8 beta versiyasi chiqadi va bunda Endermenga o'xshagan maxluq qo'shiladi. Ular asosan qora rangda bo'lib, bo'ylari juda ham uzun bo'lgan. Minecraftning shunaqangi hikoyasi bor ekanki, men hali ham bilmagan. Shuning uchun ham tartib bilan bularni barchasini bizga Metro Exotic o'yini javob beradi. O'yinda ularning ismi qoralar. Ularni D6 nomli bunkerda qorong'ulik loyihasida yaratiladi. Shuning uchun ham ularning ismi nelar adashib ketdim. Qoralar deb nomlaganlar. Ular 3-jahon urushi uchun super askarlar bo'lish kerak edi. Ular shunchalik tezki, hattoki o'qdan ham qocha oladi. Lekin odamlar ularni noto'g'ri tushunib, ularni tinmasdan qirib tashlaganlar va oxirida buni tushungan odamlar ularni ketish uchun ruxsat berganlar va ular ketayotganda shu gaplarni aytganlar. Vaqt kelishi bilan biz qaytamiz. Buni intizorlik bilan kutaman. Hayır. Shuning uchun ham sezib turgandandek, Enderman ana shu o'yindan olingan mob bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana u gapirib ham biladi. Bo'ldi. Menimcha shular bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz bu video bilan bizning kichikgina bu video bilan sizlarga kattagina foyda olib kelgan bo'lsa, albatta bizning obunachimiz bo'ling, videoga like bosing. To'g'risini aytsam, bunday materiallarni yig'ish va bu videoni tayyorlash uncha ham oson bo'lgani yo'q. Men kunlab izlanishlar olib bordim bu materiallar ustida va barchasini yig'ib chiqdim. Xullas shunday gaplar va bizning Telegram kanalimizga o'tib qo'yasizlar. Agarda qandaydir modlar yoki yordam kerak bo'lsa, chatim yoki Telegram kanalimizga o'tib qo'yaverasizlar. Sizlar bilan Prezident MC bo'ldi. Barchaga katta rahmat va xayr.